Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Men endokrinolog shifokor Qudratova Marhabo Shavkatovna. Qanday qilib bir oy mobaynida tez va sog'lom ozish sirlari bo'yicha o'z maslahatlarimni bermoqchiman. Ozish jarayoni organizmda 3 komponent hisobiga yuzaga keladi. Bu birinchisi yog' to'qimasi, ikkinchisi suv hamda mushak to'qimasi hisobiga yuzaga keladi. Yog' va suv to'qimasi hisobiga tana massasining kamayishi bu sog'lom ozish hisoblanadi. Agarda ozish jarayonida mushak qavatining kamayishi hisobiga bo'ladigan bo'lsa, bunda bu tibbiyotda sarkopeniya deb ataladi, ya'ni mushak massasining kamayib ketishi. Bu organizmning tez qarishiga hamda mushak qavati o'z navbatida suyak to'qimasini ustini qoplagani hisobligi. Agar suyak moddasiga kerakli oziq moddalar kelmasa, bu osteoporoz, ya'ni suyaklarning yemirilishi hamda erta nogironlikka sabab bo'lishi, ya'ni suyaklarning sinishigacha sabab bo'lishi mumkin. Ana shunday holatlar yuzaga kelmasligi uchun biz nima qilishimiz zarur? Albatta, buning uchun ortiqcha tana vazniga ega bo'lgan insonlar o'z ovqatlanish ratsionlarini o'zgartirishlari lozim. Buning uchun birinchi navbatda kunlik ratsionda shakar hamda tuzni kamaytirish kerak. Bizda ortiqcha shakar qondagi glyukozani ko'paytiradi. Qondagi glyukoza oshgan paytda o'z navbatida qonda insulin gormoni ham oshadi. Muntazam ravishda qondagi insulinning ortiqchaligi bu organizmda yog' to'qimasining noto'g'ri taqsimlanishiga hamda semirishga olib keladi. Shuning uchun biz ratsiondan shakar, ya'ni shirinliklarni, asal, novot, qand, shakar, non mahsulotlari hamda un mahsulotlarini cheklashimiz lozim. Buni o'rniga biz sekin hazm bo'luvchi uglevod mahsulotlari, ya'ni grechka, qizil guruch, bulg'ordan foydalanganimiz ma'qul. Bunga qo'shimcha ravishda organizmda kunlik ratsionda tuzni ham cheklash juda ham katta ahamiyatga ega. Chunki tuz ham organizmda ortiqcha suv yig'ilishiga hamda tana vaznining ortishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun kunlik ratsionda ovqatlanish tarkibidagi tuzni kamaytirish, qo'shimcha tuzlamalardan foydalanmaslik hamda dudlangan, kopchoniy mahsulotlardan foydalanmaslik tavsiya etiladi. Ikkinchi o'rinda juda ham ahamiyatga ega bu ovqatlanish ratsionida oqsillarning yetarli miqdorda bo'lishi. Chunki oqsillar organizmda uzoq vaqt to'qlik hissini beradi hamda organizmni mushak qavatini saqlab berish uchun juda ham ahamiyatga ega hisoblanadi. Oqsil mahsulotlariga sut, qatiq, tvorog, bundan tashqari go'sht mahsulotlari, baliq mahsulotlari hamda mosh, loviya, no'xat kabi mahsulotlar, bunga qo'shimcha ravishda bodom, yong'oq ham oqsilga boy hisoblanadi va organizm uchun juda ham ahamiyatga ega. Ko'pgina qabulimga kelgan bemorlarni men dietologga bordim. Bir oy davomida 10 kiloga ozdim. Lekin ozganimdan keyin menda juda ham kuchli soch to'kilishi, tirnoqlarim mo'rtligi kuchayib ketdi degan holatlar bo'ladi. Bu albatta oqsil yetishmovchiligi hamda kalsiyning so'rilishining buzilishi hisobiga yuzaga keladi. Ozish jarayonida juda ham ahamiyatga ega bo'lgan keyingi mahsulotlarimiz bu sabzavotlar hisoblanadi. Sabzavotlar bular uzoq muddat to'qlik hissini beradi hamda ich qotishini oldini oladi. Bularga bizga keng miqyosda turp, rediska, ko'katlar, pomidor, bodring, qovoq kabi mahsulotlarni olishimiz mumkin. Mana shu sabzavotlar bizda ovqatlanish tarelkasi bo'ladigan bo'lsa, mana shu tarelkani teng yarmini asosan sabzavotlar tashkil qilishi lozim. Albatta bu shu ovqat mahsulotlarini tezda so'rilishini oldini oladi hamda to'qlik hissini uzoq muddatga bizga saqlab beradi. Albatta, ozish jarayonida qalqonsimon bez gormonlari ham juda ham katta ahamiyatga ega. Chunki qalqonsimon bez gormonlari organizmdagi hamma jarayonlarni boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun ozmoqchi bo'lgan insonlarga tavsiyalarim bu albatta o'z qalqonsimon bezlarini uzda orqali tekshirtirish hamda gormonlarni tekshirtirish tavsiya etiladi. Organizmni ozishida uyqu ham juda ham katta ahamiyatga ega. Agar normadagi uyqu bo'lmasa, bu organizmda stress gormonlari, ya'ni kortizolni
juda ham yuqori miqdorda bo'lishiga olib keladi hamda u o'z navbatida insulinni stimulyatsiya qiladi. Giperinsulinemiya esa o'sha organizmda ortiqcha yog'larni notekis to'planishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, normal uxlagan paytda bizda o'sish gormonlari ajralib chiqadi. Mana shu o'sish gormonlari organizmda yog'larni kamaytirishga sababchi bo'ladi. Albatta, organizmning ozish jarayonida jismoniy faollik hamda gormonlar juda ham katta ahamiyatga ega. Keyingi videolarimizda bu xususida to'xtalib o'taman. Bizni kuzatishda davom eting. E'tiboringiz markazida endokrinolog shifokor Qudratova Marhabo Shavkatovna bo'ldi. Bu videoga like bosishni hamda o'z yaqinlaringizga uzatib qo'yishni unutmang.